Tan olaman, men dangasa kelinman. To'yimiz bo'lgandan keyin sanoqli marotaba zavtrak tayyorladim. Chunki o'zi soat 10 dan keyin uyg'onaman. Lekin har safar zavtrak tayyorlaganimda необычный nimadir tayyorlashga harakat qilaman. Bugun ham shunaqa необычный zavtrak tayyorladim. Bonusiga sizlarga video ham oldim. Pishirish uchun birinchi etapimiz idishga 400 gram tvorogga bitta tuxum va bitta tuxumni oqini solib, однородный massa bo'lgunigacha aralashtiramiz. Keyin uni lavash xamir ustiga teng yoyib chiqib, ustidan xohlagan mevani solamiz. Men muzlatilgan gilos soldim. Siz xohlasangiz ananas yoki olma solsangiz ham juda ham mazali chiqadi. Shakarni ham istakka ko'ra solamiz. Men bir osh qoshiq soldim. Siz xohlasangiz umuman solmasligingiz mumkin yoki shakari undan ham ko'proq solishingiz mumkin. Keyingi etap videoda ko'rsatilgandek qilib rulet qilib o'rab olib, ustidan tuxum sarig'ini va kunjut sepib, duxovkaga yuzini qizartirishga jo'natamiz. 30 minutdan keyin mazali shtrudilimiz tayyor. Siz ham обязательно qaynona oyijoningizga tayyorlab bering. Hammaga yoqimli ishtaha.